Assalomu alaykum aziz Pavlonia ishqibozlari. Mana bugun yana videomiz Pavlonia haqida, qalamchalar haqida. Mana shu ko'rib turgan teplitsangizning ichiga bir hafta oldin, 4 kun oldin Pavlonia qalamchalarini yashikka, korobkaga undirish uchun ekkandik. Hozir o'sha Pavloniyalar holatini, qaysi holatga kelganini bir hafta ichida ko'ramiz. Obunachilar uchun ko'rsatamiz. Ko'rib turganingiz 4x4 sxemada qurilgan issiqxona, 2 qavatli. 2 qavat, undan tashqari yana bu stol yasalgan. Stolning ustiga yana plyonka bilan yopilgan. Hozir Pavloniyalarda holatini ko'ramiz. Qaysi holatga kelgan? Qalamchalarning holati. Ancha issiq. Issiqni normalni saqlab turibmiz. Bu FT ko'rib turgan yashikdagi FT qalamchalar ekilgan bunga. Sanasi 28-da ekilgandi. 28-2021, mana 28-12-2021 bir hafta bo'ldi. Toza diagramga ekilgan. Hozir endi qalamchalarning ahvolini bir ko'ramiz. Qanday holatga kelgan? Qalamchamiz holi uncha ishlagancha yo'q. Bu joyini ochib ko'ramiz. Mana bu qalamchamiz esa ishlashni boshlabdi. Videoda yaxshi ko'rinyaptimi? Ko'rinmayaptimi? Oppo joyi ko'rinayotgan bo'lsa, ishlashni boshlagan. Kamerada uncha yaxshi ko'rinmayapti. Ishlashni boshlagan. Qarib yana 5-6 kunda issiqda normalni ushlab tursa, bundan yaxshi ishlashi mumkin. Ustida diagramasi sal kamroq o'xshaydi. Ustiga iloji bo'lsa yana diagramasi tashlab qo'yish kerak. Bu FT navli qalamchamiz. Bu esa Shanton. Bu ham Shanton navli. Bunisi ham Shanton. Buni ekkanimizga 2-yanvarda ekilgan. 2-yanvarga. Bularda uncha hali urush yo'q.
tagidan bantasini olib ko'ramiz. Qalamchalar hozircha unganicha yo'q. Sababi uncha issig'ini yaxshi ushlaganimiz yo'q. Temperaturasini qo'yib yubordik. U juda ertaroq. Sababi hali bahorgacha kami 4 oy bor. 4 oygacha bemalol unib o'sib ketadi. Lekin mana bu FT bilan M1'imiz uje unishni boshlagan edi, kecha ham ko'rgandik. Bugun yana ko'rib turganingizdek quyosh chiqyapti issiq. Yana temperatura oshadi. Temperatura oshgach yer ham qizidi. Endi yer bu bizdagi mana korobka ichidagi tuproqlar. Tuproq qizsa, albatta bu qalamchalar ham unishni boshlaydi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Shunga Pavlonia haqida ma'lumot olgan bo'lsa, like bosishni iltimos qilamiz. Biron bir savollar bo'lsa, kommentariyada bemalol savollaringizni qoldirishlaringiz mumkin. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.